Assalamu alaykum. İhbar pişiriq topidagi barliq hemşireler hammanglarninki mush vaqti xayrli bo'lsin. Tövende o'tilgan darsimiz süzme pechine. Tövende bu süzme pechenimiz ketadigan materiallar bilan tanishib chiqaylik. Bu pechene ketadigan materiallar 100 gram seriq may, 75 gram suv may, 150 gram şeker, 200 gram hasal, 10 gram podafin, 7 gram soda, 100 gram su. Bundan keyin 630 gram un. Bu xemir ketadigan materiallar. Endi buningki qiymas ketadigan materiallarga kelsak, muvaffaq miqdorda süzme, andan keyin azroq nisbatda seriq maya, seriq mayni azroq nisbatda qatimiz. Undan keyin shakar, shakar qatimiz, andan keyin bir osh qoshiq, bir tomoq qoshiq, diyelim yani qunaq kraxmal qatimiz. Bir dana tuxum çeklasak mı olur, çakmasak mı buldu Bulada kıyım yasayımız Endi bu pechenimizden işleş basqıçık kelsek biz avval bu seriq may, suv may, şeker, anadagi soda qatorliqlarni undan köptirib olamiz Köptirish apparatida köptersak mı buldu, qo'limizda köptersak mı bo'ladi Seriq may, suv may, şeker, soda qatorliqlarni köptirib boldik. Endi bu hasalni silib, bunimi bir qor aylantirib köptiramiz. Bunun keyindan bu suvni quyib, bunimi bir qor aralashtirib olamiz. Mana hasal bilan suvni keyin-keyindan silib, mana köptirib oldik. Endi bu boshni almashtirib etib, qo'limiz bilan jug'asak mı bo'ldi unni quyib, qo'limiz bilan jug'asak mı bo'ldi yoki bu xemir jug'irish beshi bilan Şunun bilan jug'asak mı bo'ldi Endi biz bu boshni almashtirib etib, xemir jug'irish beshini silib, unni silib xemir yo'g'raymiz. Unni silishdan burun avval biz bu podafinimizni, bu qo'shib ko'ptirish unini bu unning ustiga qo'yib, buni unda aralashtirib etamiz. Aralashtirib etib, endi baya ko'ptirib tayyor qilib olgan aralashmamizning ustiga bu unimizni to'kib, xemir tayyorlaymiz. Mana bu xemirimizni jug'urib tayyor qilib oldik, mana ko'rdinglar. Endi biz buniki qiymasini tayyorlaymiz. Qiymasini tayyorlash uchun biz bu quruq javrimizga bu hamma materiallarni abim tayyor qilib olgan süzme, seriq may, shakar, qunaq kraxmali qatorliqlarni bu javrimizga to'kib, undan aralashtiramiz. Agar endi buningga tuxumni qassanglar bo'ldi, qatmasanglar bo'ldi Mana bu pechenimizning qiymasini tayyor qilib oldik. Mana qaymoq holatga ekib oldik. Endi biz bu qaymoqimizni, süzmemizni mana bunda xaltaga ilib, qatlab tayyor qilib olib, undan keyin pechenimizni rastlaymiz. Mana bu pechenimizni rastlash uchun mana xemirni mushkul holatda yeyib olamiz. Yeyib olib, buni mundaq tish yo'q, sedan mundaq qilibda duglak qilib kesib olamiz. Mana ko'rdinglar mushkul holatda. Mana bu pechenimizni dügülak qilib kesib, boshda mundaq lesqiratlik tizib olamiz. Tiz bo'lib, endi buning to'piga bu xemirimizdan az nisbatda uzib, buni mana maxil holatda pilt qilamiz. Uzun pilt qilib, buni mundaq cho'ziltib, halqa holatga ekilamiz. Mana maxil halqa holatga ekilib, mana ko'rdinglar, mundaq halqa holatga ekib tayyor qilib olamiz. Tayyor qilib bu tayyor qilib olgan bu halqasiman bu xemirimizni bayqi pechenimizning ustiga mana maxil holatda qo'yamiz. Mana ko'rdinglar. Endi bu qolgan hamma pechenning ustiga mana mushkul holatda qilib rastlaymiz. Mana ko'rdinglar, bayqi kesib olgan xemirimizning ustiga bu halqasiman qilgan bu xemirimizni qo'yib, buni o'tirni ko'ng holatda rastlab oldik. Mana hammasi shu xil holatda rastlab oldik. Endi buni o'pchisiga aylantirib, tuxumning serqini surkaymiz. Mana ko'rdinglar, bu pechenimizning hamma yeriga tuxum surkab, tuxumning serqini surkab tayyor qilib oldik. Endi buni o'tirdagi kunyaga mana bu tayyor qilib olgan süzmemiz bilan tayyor qilib olgan bu qaymoqimizni siqib chiqaramiz. Mana bu pechenimizning o'tirig'a bayqi süzmeni siqib chiqardik. Uning tepiga bir necha dona qora zima chechib qo'ydik. Shuning bilan bu pranikimizning rastlanishi tayyor bo'ldi. Endi biz bu pechenimizni oldin qisilgan duxovkada, ya'ni 200-180 gradusda 25 minutdan 30 minutgacha vaqtda pishirib olamiz. Unda bo'lsa, buni duxovkaga silib pishishini saqlaylik. Mana bu süzüm pechenimiz 30 minut vaqtda pishib chiqdi. Mana ko'rdinglar, shundaq chiroyli, shundaq yeyishlik chiqdi. Shuning bilan bu darsimiz tamom. Xayr xo'sh. Tushunmagan yerlar bo'lsa, endi davomli so'rasanglar bo'ldi.